Ulug'bek aka, menga quvvat kerak, tushunki yegim kelyapti. Hali turmushga chiqmagan qizga quvvat nimaga kerak jigarlar? Mana monti qozonlarda jigarlar siz monti deb o'ylayapsizmi? Aslo adashasiz. Biz hozir Humoyun tushunkaga tashrif buyurganmiz. Mashlarda hammasi demak go'sht. Ko'rasizlarmi? Tayyor tushunkalar. Farg'onada eng mazali tushunkani Humoyun akam tayyorlaydi. O'zi yeb ko'rganlar bu oshxonalarda bazasi haqida zo'r bilishadi. Qanaqa tushunkan turlari bor aka? Qo'y go'shti bor, mol go'shti bor, til bor, 3 xil. O, Narxlari qo'y go'shti, mol go'shti 40 ming, tillik 35 ming. bankasini olib ketaveradi. Bankasini olib ketaveradi. Biliq qaynayapti Ular tushunka. 8 soat, 9 soat qaynalashib turgan holatida. Chini bo'ladi, chiniga soladi, yeyveradi. Tayyor. Keyin tushunkadan tashqari osham qilar ekan. Osham bor, kechqurungi achchiq osh. Achchiq osh. Achchiq. Kunduzi ham osh bor. Kuni 2 xil osh bo'ladi kunduzi. Nechiga tayyorlanadi? 10 ga tayyor bo'ladi, xudo Kechki xolasa. oshimizchi? Shomdan keyin tayyor bo'ladi. Tushunka lekin uzilmaydi. Uzun soat 1 gacha chetda, xudo xolasa. Kelolmaganlar qanaqa qilsin? Dastaka qilib beramiz, oshnamiz bor ekan. Farg'ona Qo'shtepa Marg'ilon bo'ylab tekin. Ha, telefon qilib soat bepul olib beramiz, xudo xolasa. Agar siz uzun borib yemoqchiman desangiz, qarang, bu yerda Humoyun oshxonasida joylarimiz bemalol, shashlilar ham bor ekan, oshlar ham bor, achchiq osh, to'y oshlari ham bor. Agar uyingizda usti ishlayotgan bo'lsa ham, kiloli osh izlayapsizmi? Bemalol kelinglar. Hojotaga, hojonaga, opa-oqa bujoningizga ham yumshaqqina ilkillab. Go'sht yeganingizda zubachizga kerak bo'lmaydi. Zubasi kerak To'ppa, bo'lmaydi. yutiladi go'sht o'zi. Yumshoq tushunkalar kerakmi? Eng asosiy mazali bemalol Humoyun tushunkalarga murojaat uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Humoyun tushunkani oshxonamizning manzili mana bu tarafimiz Eski Devordan kelishingiz, bu tarafimiz Lelinni chorrahasidan Eski Devor tomonga burishingizda yo'lning bo'yida mana shu Humoyun tushunkalari bemalol kelib bizning nomimizdan chiqarilgan arzon chegirmalari ham bor ekan. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar va ushbu videoni tushunkani sevadigan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yishni unutmanglar.